Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy raslat bo'yicha WhatsAppda yozsangiz bo'ladi. Energiya berish uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim, aqlingizdagi insoningiz nima xohlayapti aslida? Shuni ko'ramiz. Ketdik. Tak, energiya berish uchun bitta like, podpiskani unutmaymiz o'rtoqlar. Energiya qilganlarga bu raskladim. Tegishli bo'lsin. Ketdik. Uchtadan olish boshlayman. Tak, aqlingizdagi insoningiz nima xohlayapti aslida? Четко ясно tushyaptiki, что aqlingizdagi insoningiz o'zini aqlida, ya'ni boshida o'zini aqli yo'q deylik. Nimaga unaqa deyapsiz desangiz, chunki o'zini fikri yo'q. O'zini misol uchun yoshiga yarasha hech qanaqa bir o'zini gapini o'tkaza oladigan darajada anaqasi chegarasi yo'q. Uyda главный hattoki otasi ham emas, hattoki o'zi ham emas, onasi. Onasini gapiga kirgan holatda siz bilan yoki отношенияni uzgan yoki siz bilan ajrash yoqasida, ya'ni ajrim yoqasida yoki siz bilan ko'p urushyapti. Gap talashyapti. Xullas, urush janjallarda неприятностьlar sababi ko'proq onasi chiqyapti va o'zini ham gap o'tmasligi, dunyo qarashi torligi va sizni uyiga qamab qo'ygani chiqyapti. Lekin bu yerda siz bilasizmi qanaqa pozitsiyada chiqyapsiz? Xuddiki yokida unga ko'p umringizni baxshida qilganmisizda, ya'ni ko'p birga yashaganmisizlar yokida yosh turmushga chiqqanmisiz yokida shunga o'xshash pozitsiya, ya'ni yoshligingizni unga sarflagansiz yokida qandaydir ko'p yil uni kutyapsizmi, u musofirdami? Chunki bu yerda nimaga unday deyapsiz desangiz, kartalarim aytayaptiki, o'zingizga hech qanaqa bir vaqt ajratmayapsiz. Mana misol qilib tushuntirsam, uyqungiz juda ham judayam charchagansiz, uyqungiz kelyapti, hattoki mana bu ishimni bitirib olay, keyin uxlayman yoki keyin o'zimga qarayman. Shunday pozitsiyada chiqyapsiz. Har doim boshqalarni o'ylaysiz, o'zingizga umuman vaqt ajratmaysiz, o'zingizni o'ylamaysiz hech ham. Va как будто siz o'zingizni yoshingizga qaraganda 10 yosh qarib ketgan, ya'ni tashqi ko'rinishingiz va ichki tuyg'ularingiz, ichki emotsiyalaringiz 10 yosh katta bo'lib ketganingizni ko'rsatyapti. Tak, qisqa qilib aytganda u nima xohlayapti? U bilasizmi, ko'p urush bo'lganda onasi sabab sizdan уже voz kechgisi kelyapti.